Hammaga assalomu alaykum. $10 dan $100,000 challenge'imizni nechanchi kunligi 29-kun edi. 29-kun edi. Men o'sha kuni video qildim. Mana o'sha kunda mana video qildim. Mana ko'ryapsizlar-a? O'sha kuni video qilganman. O'sha kuni video qildim. O'sha kuni video qilganimdan keyin ma'lum bir sabablarga ko'ra u videoda mikrofoni yonmagan ekan. O'sha video boshida mikrofon yonmagan ekan. Mikrofonda hech qanaqa gap ham eshitilmadi, hech nima deganim ko'rinmadi. Endi keyin yana bitta video oldim. Unda ham mikrofon yona bas ekan, uni ham ko'rmadim. Endi sizlarga qisqa lo'nda aytib beradigan bo'lsam, nima deydi? Hozir. Qani, buyurni bolasi. Meditator beshaman. Ko'ryapsizlar-a? Mana hozir ko'rsataman. $810. Ko'ryapsizlar, $810. Manda $1013.63 pulim bor ekan. Bu degani $203.53 zarar qildim. Ha, 100 deydi. Mana videosi ham bor, hech qanaqa yolg'on emas. Keyin shu nimada yozishyapti ekan, videoyim kommentariyada yozishyapti ekan, men unga hech kim qarshiligim yo'q, naborot men xursandman. Shunaqa videoyimni nima deydi, sinchiklab ko'rishayotgani uchun katta rahmat. Sizlarga katta rahmat. To'g'ri aytyapsizlar. Men hech qanaqa sizlarga yomon niyatim yo'q. Lekin bitta narsani bilinglar. Boshi birinchi kunda ko'rgan bo'lsanglar, birinchi depozitimni ko'rsatganman real shotda. Birinchi depozitimni. Keyin har doim real shotdaligini ko'rsatib ketyapman. Hozir ham ko'rsatyapman. Keyin mabodo real shot bas, bu live nima stream qiling deganlar uchun mana men o'zimni kanalimda mana YouTube'da stream qilolman, to'g'risi men tan olaman, YouTube'da stream qilolman, chunki ayrim sabablarga ko'ra men ham stream ham video qilolmaydi kompyuterim. Unchalik kuchli kompyuter emas. Xudo xolasa kuchligini ham olamiz. Keyin mana o'sha necha marta mana kanalga signal tashlagan bo'lsam, hamma signallar o'sha 100 kunlik challenge'da ichida bo'ladi. Hamma tashlayapmanmi signal? Значит, men o'sha videoda olishni boshlaganman. Tushunyapsizlarmi? Men o'sha videoda olishni boshlaganman. Endi sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, mana misol mana bu Bitcoin entry. Ko'rdilaringmi? Mana ko'ryapsizlarmi? Mana Bitcoin entry. Ters. Ona ayni bo'lasiz. Uzr. Hozir 1 minut uzr. Ming bor uzr so'rayman hozir. Bitcoin'da mana buy zona ko'rsatgan ekanman, lekin mana uzr. Mana buy entry mana savdo admin stop loss'im olgan. Mana orqasidan ustiga buy kiringlar deganman. Mana buy ham take profit olgan. Bu ham videosi chiqqan. Keyin o'sha videoda ichida mana nechanchi kun? 16-aprel. Buy kiringlar deb yana bitta qilganman. Mana u ham nima olgan, tep olgan. Yana sell o'sha bitta videoda ichida mana 3 ta 4 ta signal tashlaganman. Mana sell kiringlar deganman. Mana sellni ham take profitini olib bergan. Video tugagan. Mana tashlaganman videoda, mana ko'ryapsizlar, 25-kun marketda ko'ryapsizlar, tashlaganman. Har bittasini tashlab boryapman. To'g'ri tushuninglar. Keyin mana yaqinda boshlandi. 2 kun, 3 kun. 3 kundan beri stop loss oldim. Bugun ham stop loss, o'sha 29-kuni ham stop loss oldim. O'zi bugun 30-kun. Men 29-kun deyapman. 30-kunda ertaga olaman, to'g'risi. Hozir shu 29-kunda sabablarni tushuntirib bergani video qilyapman. Mana sell entry qilinglar dedim. Mana uzr akalar, nimadir bo'lyapti, menga stop loss oldi dedim. Mana xuddi o'shini videosi. O'sha ovozi chiqmagani uchun montaj qilmadim. O'zimni qiynamay qo'yardim. Mana ko'ryapsizlar, hech qanaqa ovoz yo'q mana. Mana. Hech qanaqa ovoz yo'q. Mana ko'ryapsizlar, stop loss olyapti ekan. Keyin stop loss olayotgan holatida men nima bo'ldi? Wi-Fi'm o'chib qoldi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, Wi-Fi ishlamay qoldi. Shuni ikkinchi videosi ham bor. Hozir ikkinchi videosini ham qo'yib beraman. Wi-Fi ishlay bo'lgandan keyingi holat. Mana stop loss olgan, ko'ryapsizlar? Stop loss olgan. Men $203 qanchadir sent zarar qilganman. $203.53 zarar qilganman. Endi u zararim reja bo'yicha zarar qilaman, foyda qilamanmi? Reja bo'yicha meni balansim 30-kuni $153.40 bo'lishi kerak. Meni balansimda hozir
rejadan ortiq pul bor. Chunki man rejadan tashqari ham ko'p daromad qildimda. $810 pulim bor. Shuning uchun man bexavotirman. Xavotir yo'q, Allohga shukr, alhamdulillah. Shuning uchun man endi sizlarga aytadigan bo'lsam, eshitgan bo'lsanglar, YouTube'da ko'rgan bo'lsanglar, man nima qilib berdim? Nima deydi? Onlayn bo'lasiz. Telegramda 23 ta obunachim bo'lsa, mana 20 ta bo'libdi. 23 ta obunachim bo'lsa, sizlarga tekinga 99%, 100% emas, 98% ham emas. 99% o'xshab beradigan, yurib beradigan, ancha-munchaga stop olmaydigan, ancha-munchaga stop olmaydigan indikatorda nastroykalari bilan nomini tashlab beraman deb aytganman. Gap 23 ta bo'lsa, mana 20 ta bo'ldi, alhamdulillah. Endi Xudo xolasa u indikator, Xudo xolasa 23 ta bo'lgandan keyin Telegram kanalimizga tashlanadi u indikator. Indikatordan qanday foydalanish, hammasini tashlanadi. Prosta sizlar kuzatib nima deydi? Ne bilan bo'lyapti? Ayni bo'lmas. Boshqacha kiryapti YouTube. Kuzatib tursanglar, Xudo xolasa. Xo'sh. Sizlar prosta kuzatib, like, podpiska, obuna bo'lish tugmalarini bosib, Telegram kanalimga obuna bo'lib tursanglar, Xudo xolasa hammasiga birga erishamiz. Keyingi masala. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu hamma videolarimda mana veb kamera bilan ishlab gapirib chiqqanman. Hozir veb kamera bilan ishlamayapman. Mana ko'ryapsizlar, hamma videoyimda veb kamera bor, boshida gapirib chiqyapman. Endi shuni Xudo xolasa keyingi videolardan yo'qotishni boshlamoqchiman. Bunga sabab videoyimni ko'p joylari, misol 90-80% mani gapimdan iborat bo'lib qolyapti. Man buni tradingda gapirish uchun emas, man sizlarga foydalarni ko'rsatish uchun ochganman bu kanalimni. Shunga bo'ldi, bo'shim gapirish, boshqa qilishni to'xtatib, faqat rezultatni ko'rsatmoqchiman. Faqat bo'lishi mumkin, musiqa qo'yishim mumkin. Musiqa bo'ladi, musiqani ustida video bo'ladi. Shuna bo'lishi mumkin, lekin boshqa narsa hech qanaqa bo'lmaydi. O'sha qancha depozitim bor, keyin qancha foyda ko'rganman, shu bo'layotgan jarayon tezlashtirilgan kadrda, ortiqcha tez bo'lmaydi-yu, lekin qanaqa bo'layotganini ko'rsalaring bo'ladi. Endi sizlar prosta kuzatib borsanglar, inshaalloh hammasini joy-joyida qilamiz. Prosta sizlar to'xtamasdan kuzatib turinglar, poddeshka qilib turinglar. Xatoyim bo'lsa, xatoyimni aytinglar. Men hech qanaqa sizlardan norozichiligim yo'q. Men tushunaman, to'g'ri tushunaman. Chunki sizlar hozir bu topayotgan daromadimga ishonmasliklaring aniq. O'zim ham misol boshqa odam shunaqa pul topsa ishonmayman men ham. Chunki hozir ko'p trader nima bo'lyapti? Aldab ketyapti. Keyin bitta narsani yaxshilab tushunib olinglar. Endi men sizlarga tushuntirib qo'yay. 100 kun ichida $10 dan $150,000 deb yozib qo'yganman. Tushunyapsizlarmi? 100 kun ichida $150,000 dan. $10 dan $150,000 Endi sizlarga kalkulyatorda hisoblab beraman. Bu degani, sizlar kuniga 10% daromad ko'rsanglar, depozitga nisbatan 10% yoki 15% sizlar bemalol 1 yilda yoki 5 oy yo 100 kun ichida bemalol men aytayotgan summani bemalol topalasizlar. Mana qaranglar. Misol $10 pulim bor, ko'paytiramiz 10% ga. Misol 15% ga deylik. 15% sizlar xudo xolasa yaxshi ishlasanglar, yaxshi mehnat qilsanglar topalasizlar. $1,5 bo'lyapti, to'g'rimi? $11 u 50 sent. Endi buni ko'paytiramiz 14% ga. 15% edi. 1.20 necha sent, bunaqa sent. Ko'ryapsizlar-a? Kuniga shunaqa ko'paytirib, vashshe katta summa bo'lib ketadi. 1 yilda ichida o'ylayapsizlarmi? Men $10 dan boshladim 100 kun ichida. Sizlar 396 kunga, 395 kunmi, 396 kunmi 1 yilda? Shu 1 yil ichida kunlik 10% yoki 12% daromad ko'ringlar. Men sizlarga garantiya beraman. Men aytayotgan challenge'ga ishonish tugul, o'zinglar shundan nima deydi? O'zinglar bundan o'zlaringga garantiya berib, bundan katta summa topishlaringga men aqlim yetadi. Kuniga 12% dan daromad ko'rmasanglar. Kuniga 12% dan daromad ko'rsanglar, $150,000 hech nima emas. Men sizlarga javob beraman. $10 dan emas, prosta xohlasalaring $10 dan, xohlasalaring $50 dan. Prosta depozitga nisbatan kuniga 12%. Depozitga nisbatan misol, men bugun $100 pulim bor. Misol $10 emas, $100 pulim bor. To'g'rimi? Misol. Qani kalkulyator? Endi bo'lmasa. Misol $100 pulim bor. Depozit $100 12% daromad $12 bo'ldi. To'g'rimi? $12 bo'ldi.
Bugun tugadi, birinchi kun tugadi, ikkinchi kun boshlandi. $112. Ikkinchi kun, mana yana 10%. Boshida nechi foiz qildim? Nechi foiz qildim boshida? Ya, 12% qildim. $112 ko'paytiramiz, 12%. Ertasi kuni 10.44. Shuni 395 kun to'xtatmasdan lekin yana bitta narsani tushunib olinglar, depozitga nisbatan deyotganimiz sababi risklaring kamayadi. Shuni ham yaxshilab tushunib olinglar. Bu degani pullaringni voshimga yechmaysizlar o'sha chellenjlaring tugamagunicha. Shunda men aytayotgan summani topishinglar mumkin, bo'lmasam topishinglar qiyin. Risklaring katta bo'lib ketadi. Men aytayotganda risk kamayaveradi. Kuniga 13% bo'lsa aytyapman-ku, kuniga 13% bo'lsa riskinglar o'rtacha bo'ladi. Maksimal ham bo'lmaydi, minimum ham bo'lmaydi. O'rtacha. Gapimni tushunmagan bo'lsanglar, shu hozir sizlarga tushuntirayotgan narsamni tushunmayotgan bo'lsanglar, men xudo xolasa hech nimaga erinmayman. Sizlar uchun vaqt ajrataman. Shunday Telegramimga yozsanglar yoki mana chatim bor. Telegram mana shu Golden Hunt'ni chati bor. Shu chatga yozsanglar, shunday yozsanglar, men har kuni kech payt har bitta narsani o'qiyman. Shu kech payt sizlarga javob qaytarishga harakat qilaman. Shuning uchun sizlar qo'llab-quvvatlab, podдержка qilib tursanglar, inshaalloh hammasiga birga erishamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Golden Hunt bo'ldi.